Bugungi podkastimizni eksperti, psixolog, psixoterapevt Shirin Baxtiyorovna. Insonni na puli, na qanaqadir mansabi, hattoki farzandlari, oilasi hammasi o'ziniki emasligini his qilganman. Farmatsevtikani o'zingiz tanlaganmisiz? Ya'ni sevib boruvmidingiz yoki majburiy bo'lganmi o'qish? Sizga ilm urug'i ekiladi. Lekin qachon u ilm urug'i ochilishi, u sizdan emas, mendan emas. U Allohdan. Odamlar terapiyaga qanday maska bilan kelishadi? Inson kelganida o'zini maskasini o'zi ko'rmaydi. Hozirgi ota-onangizni qabul qilmaganingiz sizga ichki ziddiyat borligini namoyon qiladi. Bir xil munosabatlarda erkak ayoliga постоянно pretenziya qilganida, bu pretenziya na samom деле xotiniga emas, onasiga bo'lgan munosabat. Siz hayotingizda bilgan lekin ishlatmagan ilmingiz sizga nisbatan zararga ketadi. Bu psixologga borma, bu o'zi ajrashgan deylik, o'zini hayoti yo'q, nima senga tavsiya bera oladi. Lekin ishoning go'zal, zo'r mashina oladi. Million puli bo'ladi. Eng zo'r butiklardan kiyinadi. Lekin baribir o'sha bo'shligicha qoladi. Iltimos bo'ladi, bitta she'r o'qib berasizmi bizga? Hammaga assalomu alaykum. Men Go'zalman, live bloger. Bugungi podkastimizni eksperti, psixolog, psixoterapevt Shirin Baxtiyorovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Alhamdulillah. O'zingiz bilan tanishtirib qo'ying. Men Karimova Shirin Baxtiyorovna, psixolog, psixoterapevt, farmakologman, oilaliman, 2 farzandning onasi. Bugungi podkastimizning asosiy mavzusi asl men. Siz asl men deganda nimani tushunasiz? Asl men inson o'zi kabi bo'lish. Ya'ni Allohim yaratgani kabi ruhiga yaqin bo'lish va aynan o'sha ruhiy taraflama o'zini namoyon qilish, o'zidan qo'rqmaslik, o'zini qabul qilish deb tushunaman. Ya'ni tana, ruh birdamlikda bo'lsa. O'zingizni faoliyatingiz haqida qisqacha tanishtirib o'tsangiz? Men psixologman, psixoterapevtman, ya'ni ham tibbiyot taraflama, psixologiya faniga yondashaman. Hozirda New Way markazida o'qituvchiman, ya'ni dars beraman. Men bilaman, что siz va shu New Way'ni bitirgansiz yaqinda. Birgalikda bitirganmiz. O'sha yerda хочу сказать, что qanaqa sabab bo'ldi siz mana shu New Way'ga kirib hozir dars beryapsiz? New Way jamoasi juda ham ahil, juda ham inoq bir-biri bilan va avvalambor New Way'dagi ustozlarga juda ham mehrim tushgan. Ertaga nima deydi, atmosfera juda ham boshqacha, odam o'ziga chaqirib turadi va o'sha o'qish davridayoq ichimda xohish paydo bo'lgan. O'zimni bir necha bor o'sha yerdagi ustoz sifatida tasavvur qilib ko'rganman. Keyin bir kuratorlarimizga bu haqida aytib ko'rganman va bir kuni menga aloqaga chiqib, shunaqa darslarimiz bor, xohlasangiz o'zingizni sinab ko'ring deb chaqirishdi va o'sha qoldim shu yerda. Вообще zo'r. Hozir siz qanaqa dars masalan o'tyapsiz? Qanaqa tema yoki o'ta har bitta mutaxassisda, har bitta anaqasida bor o'zini mavzulari bor. Da. Sizda qanaqa hozir? Meni birinchi mavzularim bu pozitiv psixoterapiya va pozitiv psixologiya. Pozitiv psixologiya Martin Seligmanning nazariyasi va pozitiv psixoterapiya, bu psixoterapiya уже tibbiyot taraflama yondashadi, Nusrat Pezeshkan. Ya'ni shu darsi bo'yicha kiraman va art terapiyani hamma turlari bo'yicha dars o'taman. Keyingi mavzuga o'tamiz. Sizning dastlabki kasbiy yo'lingiz farmatsevtika sohasida bo'lgan, shuni bilaman. Provizor dorixonada rahbari sifatida tajribangiz bor. Keyinchalik siz psixologiyaga o'tdingiz. Bu qaror ortida qanday ichki sabablar va hayotiy voqealar yotibdi?
Ha, to'g'ri. Mani birinchi kasbim farmatsevtika, ya'ni farmatsevtika institutini bitirganman va boshida ximik bo'lib Nobel Pharm sanoat korxonasida ishlaganman. Ya'ni dorini tarkibiy qismlari bo'yicha ishlaganman. Keyinchalik o'zim boshida sherikchilik asosida, keyin o'zim mustaqil dorixona ochganman va u yerda juda ham yaxshi faoliyat olib borardim. Ya'ni ishimdan juda ham ko'nglim to'lgan bo'lardim. Lekin hayotimda shunaqa bir holatga duch keldimki, kasallik bilan ro'paro bo'ldim. O'zingiz? O'zim, ha. Ya'ni bir kun ertalab o'sha rejamda set aptekalar ochish, yana aptekalarimiz sonini ko'paytirish, ya'ni xayolimda biznes sifatida yondashish edi aptekaga. Lekin albatta buni ichida man har bitta dorini ichigacha kirib, o'sha tarkibiy qismi menga har doim qiziq bo'lardi. Shuni o'rganib chiqardim. Bir kun shunaqa bo'ldiki, ertalab turib hushimdan ketib qoldim. Soppa-sog' holatda edim, lekin shu o'zimni tashlab yubordim. O'zimga kelgan paytim esa juda ham kuchli yurak urishi, ya'ni paroksizmal taxikardiya holatiga tushib qolganimni bildim. O'sha paytda yurakni urishini kontrol qilib bo'lmaydi, ya'ni 180 gacha urib ketadi va ritm juda ham qattiq buzilgan bo'ladi. Bir juda ham baland uradi, bir juda ham past. Shunaqa holatga tushdimki, bu dunyoni tark etyapman degan his bo'ldi. Chunki birinchi marta bunaqa holatga tushganman, nima bo'layotganini bilmaganman. Skoriyalar kelgan, reanimatsiyaga olib ketishgan. Va bilasizmi, o'shanda men haqiqatdan shunaqa his bo'ldi, mana o'lib qolyapman. Mana hayotim tugayapti. Necha yosh bo'lgansiz? Bu 31 yoshimda bo'lgan. 31 yoshimda bo'lgan. Hozir 36 yoshdaman. Hayotim tugab qolyapti. Reanimatsiyaga tushganman va bilasizmi, o'sha daqiqa menimcha bu Allohning bir chaqiruvi bo'lgan. Ya'ni Allohim har bitta vaziyat orqali insonlarni yana o'ziga chaqiradi. Va o'shandan keyin tafakkurga ketishni boshlaganman. Ya'ni sezganman, insonni na puli, na qanaqadir mansabi, hattoki farzandlari, oilasi hammasi o'ziniki emasligini his qilganman va bu narsa menga juda ham qattiq ta'sir etgan. Siz o'zingiz bilan hech narsani olib keta olmasligingizni his qilganingizdan keyin haqiqatan siz ma'no qidirishni boshlaysiz. Nima uchun qilyapman? Nimaga bu hammasi kerak? Keyin kasalligimni sababini surishtirishni boshlaganman. Yurakda kuchli fibroz boshlangan ekan, parok bor ekan deyishdim. Bunaqa holatda odatda inson hayoti juda ham xavf ostida bo'ladi. Vrachlarning diagnozi bo'yicha uzoqqa bormasligi mumkin, ehtimoli bor. Yurak fibrozda bo'lsa ishkan razmerda bo'ladi. Shundan keyin to'g'risini aytsam, men u dunyoga tayyorgarligimni boshlaganman. Ya'ni o'sha o'y xayol faqat shu edi. Vaqtim ozgina qoldi va bilasizmi, inson minus tarafga qarab ketsa, bu narsa kuchayaveradi. Rostdan energiyam qolmasdi, rostdan kuch-quvvatim qolmasdi. Ishonishni boshladingiz-a? Ha. Yo'q, haqiqatan holat ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni kuchsizlik, holsizlik. Va shu paytda bir intervyuga duch kelganman. Intervyu birinchi ustozim Maryam Mahmudova intervyulari edi. Ya'ni ular aytganlarki, har bir holat insonga berilgan, uni jazolash uchun emas, unga qanaqadir dars bo'lish uchun. Anglash uchun. Ha. O'shanda o'zimga savolim tug'ilgan. Meni darsim nima ekan? Va shu ayolga qiziqib qolganman. Birinchi ustozimda o'qishni boshlaganman. Aslida shu narsani qidirgan ekanman deb boshida biroz kasbimga ayblov hissi bilan qaradim farmatsevtikaga. Ya'ni bekor yuribman-da shuncha yil shu kasbda, meni kasbim boshqacha ekan-da degan nazar bilan qaraganman. Lekin u paytda ilm o'rganardim, ilmga kirgandim. Birmas 4 yil o'qiganman. Ustozim Maryam Mahmudovada. 4 yilmi? 4 yil davomida o'qiganman. Lekin vaqt soat o'tib, go'zal, men bildim, Alloh shunaqa hamma narsani chiroyli qilib yaratganki,
har bitta o'tgan kunim bejizga bo'lmagan, hattoki dorixona sohasida ham u kerak bo'lgan. Ya'ni hozir man psixoterapevt sifatida faoliyatimni olib boryapman. Ya'ni bilyapmanki, ba'zi odamlarga ruhiy ko'makni o'zi yetarli emas. Ularga ba'zi joylarda organizmga quvvat beradigan yordam kerak. Ya'ni ularni organizmi defitsitlarini to'ldirish kerak va shu joyda mani birinchi kasbim qay darajada kerak bo'lgan. Juda foydali bo'lyapti. Va aslida o'sha tarkiblarga nima uchun ahamiyat berganimni ham endi tushunyapman. Chunki dori ham bir-biri bilan uchrashganda ma'lum bir reaksiyalar sodir bo'ladi. Shularni bilish ham bir katta ilm ekan aslida. Siz farmatsevtikani o'zingiz tanlaganmisiz? Ya'ni sevib boruvmidingiz yoki majburiy bo'lganmi o'qish? O'sha paytda majburiy bo'lgan. Majburiy. O'zingiz tanlamagansiz? Yo'q, chunki odamlar aytganlarki, ayol kishi uchun bu eng zo'r kasb. Hamma shunaqa aytadi. Ayol kishi uchun bu eng zo'r kasb. Va aslida mani tabiatim ijodkor bo'lgani uchun men ijodkorlik taraflama ketmoqchi bo'lganman. Shu yoki jurnalistika yoki sharqshunoslikkami kirmoqchi bo'lganman. Lekin ular shu sani eng to'g'ri yo'ling degan ekan va hozir aytamanki, to'g'ri aytgan ekanlar. Chunki hozirgi yo'lim to'g'ri. Men ijodkorman. Men psixologman. Men insonlar bilan qalbi bilan, ya'ni ruhiy holati bilan ishlayman. Hamma narsa hozirgi holatga kelib menga juda ham kerakligini bilyapman. Ya'ni ijodkorlik ham, ruhiyat ham, farmatsevtika ham, psixologiya ham hammasi bir jamlanmasi meni hozirgi mutaxassis bo'lib ishlashimga yo'l bo'lgan ekan. Juda ajoyib, ha? Haqiqatdan juda ham ajoyib. Men birinchi hayron qolganim, New Way'ga kelganimda endi gruppa sozdavать qilinadi. O'sha yerda qarasam, hamma endi kontaktni tashiydi-ku, masalanda 10-12 ta odam tursa, qarasam, Shirin, Ravnak, Davrinvest. Qarasam, nimaga unaqa? Siz boshida aytdingiz, так, что sizni ismingiz esingizda bo'lsa, Xadicha deb tanishtirdim o'zimni, to'g'ri. Qarasam, думаю, nimaga Shirin, Ravnak, Davrinvest turibdi? Esingizda bo'lsa, men shu savol berdim, tashladim, nimaga menda unaqa? Men o'yladim, что siz kimnidir nomerini oldingiz o'sha Shirinni. Lekin hattoki singiz yo'qmi deb so'radingiz. Da. Men boshida mana farmatsevtman. 7 yil ishlaganman, menejer po продажам. Siz aptekangizga kiruvdim, lekin siz bilan telefon orqali gaplashganmiz, lekin yuzma-yuz qanaqadir menimcha gaplashmaganmiz, a? Men ham buni eslolmayman, lekin sizni ovozingizni eslayman. Chunki menga Go'zal degan qiz ko'p qilardi. Qarz bo'yicha-da. Qarzingizni qachon to'laysiz, tovar qachon olasiz deb shu esimda bor. Da, и вот qarang, New Way'da 2-marta biz siz bilan uchrashdik. Tasodif deb o'ylaymiz, lekin tasodiflar yo'q aslida. Da, qanaqadir необычный bo'ldi, rosa qiziqarli. Shu situatsiya для меня, честно, необычная. Haqiqatdan. Da. Siz psixogenetika bo'yicha Mariya Mahmudovada qo'l ostida ta'lim oldingiz. Bu davr sizning ichki dunyongizga qanday burilish yasadi? Bu davrda men o'zimga qarashim, ya'ni oldingi payt faqat tashqari bilan muloqotim bo'lsa, aynan psixogenetikada o'qishni boshlaganimda ichimga, ya'ni o'zimga qarashi, ichimdagi holatga e'tibor berishni boshlaganman. Lekin har bir yo'lda, bilasizmi Go'zal, boshida anaqa ko'tarishlar bo'lish ehtimoli bor. Ba'zan biz psixologga borganimizda ham boshida aybdorlik hissini ota-onamizgami yoki kimgadir tashlaymizmi-ku. Keyinchalik biz tafakkur qilib bilamiz, yo'q, ular ham aybdor emasligini. Menda ham shunaqa holat bo'lganda, ma'lum bir holatlarim uchun bu insonlar aybdor ekanda, ma'lum bir holatlar uchun bu insonlar aybdor ekanda degan his-tuyg'u paydo bo'lgan, bo'lmagan emas.
bo'lgan. Bu ustoz noto'g'ri tushuntirganlardan emas, chunki ustoz juda ham hammasini chiroyli qilib qalbga yetib boradigan darajada tushuntirgan. Lekin bu mani o'zimni jarayonim. Ya'ni men shu jarayondan o'tishim kerak bo'lgan va shu jarayondan o'tganman. Va hattoki shu darajaga kelganki, men eshitganmanki, inson ismini o'zgartirsa, uni hayoti o'zgaradi, uni taqdiri o'zgaradi. Va shuni eshitishim bilan men ismimni ham o'zgartirishga qaror qabul qilganman, dokumentalniy emas. Ya'ni bugundan meni shunaqa chaqiringlar deb e'lon qilganman, lekin dokument harakatini ham boshlab qo'yganman aslida. Ya'ni Xadicha degan ismni tanlaganman. Demak, menga shu ismni qo'ysam hayotim o'zgaradi. Ishonib, ma'lum bir darajada qanaqadir o'zimga bu ism orqali mashhurlik ham xohlaganman. Tan olaman. Ichimdagi asl shirin o'sha paytda tan olinmaganligini hozir bilyapman. Ya'ni o'sha paytda menda ma'lum bir qochish bo'lgan. Ma'lum bir eski o'sha o'ti bo'lgan sahifani boshqatdan varaqlab ochmasdan, ya'ni uni yopib qo'yib, yangi kitob yozaman deb o'zimga maqsad qo'yib qo'yganman. Lekin o'sha paytda anglamaganmanki, aslida bu kitobsiz men hech kimman. Bitta savol tug'ildi. Bu sababman deb o'ylamaysizmi? Ha, bu sababman. Va juda ham ko'pchilik inson bunga duch keladi. Ya'ni bu qochish, o'zidan qochish. Va bu qochish meni birinchi eng katta qochishim bo'lgan hayotim davomida. Lekin bu jarayondan ham Allohim shunaqa vaziyatlar berganki, meni uyg'otgan va chiqib ketgan. Har bitta narsa, как сказать, etapdan o'tishingiz kerak. Har bitta etapdan o'tishim kerak bo'lgan ekan. Go'zal, hozir men shuni bilyapmanki, chunki meni yonimga kelayotgan ayollar, men odatda ayollar va bolalar bilan ishlayman. Ular ham shunaqa davrdan o'tib keladi-da. Men o'zimni ismimni shunaqaga o'zgartirdim. O'sha bilmayman, demak qayerdadir qabul qilmaslik bor. O'zini, demak qayerdadir o'zini tan olmaslik bor. Ya'ni balki men aynan shu jarayondan o'tmaganimda, men bu jarayonga e'tibor ham bermay ketishim mumkin edi. Lekin siz o'zingiz o'tib bo'lganingizdan keyin bilasiz bu qanchalik nozik ekanligini va hattoki shu narsaga ham muhim ahamiyat berish kerak. Nimaga bu ayol hozir shunaqa holatda, nima jarayondan qochyapti? O'zini qaysi qismidan qochyapti deb. Da. Полностью sizga qo'shilaman. Men bildim, что har bitta odam, ayol, bilik yosh o'tgandan sari o'zgaradi. И постоянно меняется. Вот siz aytasiz-ku, например, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, keyin bunaqa o'zgarishlar bo'ladi fikrda ham, мышленияda ham, как сказать, направленияda ham bo'ladi. И будем говорить, даже профессия ham o'zgaradi-da. To'g'ri. Поэтому odam doim o'zini qidirish kerak deb o'ylayman. Odam to'g'ri, har doim izlanish kerak. Ilmda bo'lgan odam aslida har bir hayotning vaziyatida o'ylaymanki, ilmni mustahkam ushlab tursa, unga yengilroq bo'ladi. Ma'lum bir vaziyatlardan o'tish. Bu degani vaziyatlar ketadi degani emas. Biz bu dunyoda bormizki, biz sinalamiz. Da, faqat qarashingiz o'zgaradi. Sizni munosabat bu situatsiyaga o'zgaradi. Munosabatingiz o'zgaradi, bu bir. Ikkinchidan, siz ichingizdan o'sasiz. Ichingizdan o'sganingiz sayin har bitta vaziyatga qarashingiz ham o'zgaradi. Har bitta vaziyatdan xayr qidirishni boshlaysiz. Ya'ni bilasiz, что Allohim sizga hech bir vaziyatni bekordan bekorga bermagan. Uni tagida juda ham katta xayr bor. Va o'sha xayrni qidirayotganingizda va topganingizda bu sizga shunaqangi rohat beradiki, To'ppa-to'g'ri. Qo'shilaman. Keyingi savolim, New Way markazida sizning hayotingizda qanday iz qoldirdi? U yerdagi ta'lim sizga nimani berdi? New Way markazi
haqiqatdan hayotimda yana bitta burilishga sababchi bo'lgan joy, avvalambor psixologiya sohasiga ilmiy tarafdan yondashish. Ya'ni biz baribir ilmda bo'lganimizda bizada определенный faktlar bo'lmagandan keyin qalqib turamiz, ya'ni suzib turamiz u ilmda. Определенный faktlar, nazariyalar bo'lgandan keyin siz bilasizki, что bu judayam haqiqatdan psixologiya chuqur fan va odamlar 100 yillab bu sohada izlanishgan va ularni tayyor yo'li bor. Ya'ni o'sha tayyor yo'lini sizga polочка po polочка taxlab berishgan hammasini. Ishlashingiz uchun, o'zingizni tafakkur qilishingiz uchun. Ya'ni shu taraflama New Way'da bor ilmlarim joy-joyiga taxlanishi boshlandi. Я так поняла или восприняла, возможно, что когда вы учились у Мария Махмудовой на психогенетику, у вас было более узкое направление, и, как бы говорят же, вот человек смотрел только в одну сторону. Когда вы пришли в New Way, я просто увидела ваши изменения, да, в вашей жизни, и в вашем мышлении, поведении, да, и я увидела, что после New Way как будто вот, говорят же, пелена открылась, и вы перестали смотреть только вот в одну сторону, вот так узкое направление, вы раз... Оп, открылась дверь, и вам уже видно все. Это правда? Или, возможно, я сейчас ошибаюсь? Да, на русском ответить на это? Можно вопрос? На русском. Я параллельно работала со своей второй устаз, Дальфузой Мамаджановой. Она, получается, психолог? Она психотерапевт. Она психотерапевт, она врач. И она мне много открыла моментов, связанные с медицинским. Вот знаете, Гозаль, то, что у человека происходит, это не происходит только на психологическом уровне. Это происходит и на физическом уровне. И когда мне это стало показывать она, мы очень глубоко с ней работали. И как психотерапевт, как бы сдавая все свои анализы, да, смотря, какой у меня гемоглобин, какой у меня белок, вот это все. И вот это все дополняя, вот это все разрабатывая, как бы, когда я восполнила вот эти запасы, у меня появилась энергия, у меня появилась сила. И я уже стала воспринимать все знания по-другому. И keling shu yerdan o'zbekchasiga ketamiz. Bir narsa bor, Go'zal. Sizga ilm keladi. Sizga ilm urug'i ekiladi. Lekin qachon u ilm urug'i ochilishi, u sizdan emas, mendan emas, u Allohdan. Ya'ni hadisi qudsiyda shunaqa narsa borki, san yetqiz, lekin qachon o'sha qalb qulpi ochilishi mendan degan o'sha Alloh tarafdan aytilgan narsa bor ekan. Ya'ni bu hadislarda yozilgan. Endi men doslovno buni bilmayman, lekin har bitta narsani o'zini vaqti soati bor. To'ppa-to'g'ri. Va hozirda men aytolmaymanki Mariya Mahmudovadan olgan ilmim kerak emas bo'lgandir. U kerak bo'lgan. Lekin o'sha paytda men o'sha tushunganimcha, ya'ni o'sha paytdagi ongim tushunadigan darajada tushunganman. Ёмкость, ваша ёмкость, да. Ya'ni meni o'sha qabul qilish darajam o'sha bo'lgan. O'zim bilan fiziologik ishlaganimda, meditsina tarafdan ishlaganimda, meni bu ichki, qanaqa deymiz, ichki idishim kattaroq bo'lgan. Keyin New Way'da ilmiy tarafdan yondashganda yanada kengaygan va kengayganida men aslida birinchi ustozimni bu aytgan gaplari qanaqa chuqur ma'noga ega ekanini, u aytgan gaplarini hammasini tafakkur qilib, o'shanda ham aytilgan bu gaplar. Lekin o'shanda men uni tushunmasdim. O'shanda men asl mohiyatini anglamasdim. O'shanga har bitta narsani o'zini vaqti soati bor va qachon o'sha sizga ekilgan urug' qachon ochilishi bu Robbimdan. Demak, shu paytga kelib menga shu narsa kerak bo'lgan ekan. Chunki juda ham ko'pchilik insonlar keladi. Bir xil ilm, bir xil bilim olganmiz. Lekin men tushunmayapman, men bilmayapman.
menga juda ham og'riqli degan jarayonlar bilan kelishadi. Va yana bitta narsa bor. Bu har bir psixolog psixologiyaga kirishdan oldin men o'ylayman shart bu ishni bajarish shaxsiy terapiyadan o'tish. Ya'ni shaxsiy terapiya mutaxassis bilan, ezoterik bilan emas, ya'ni haqiqiy mutaxassis bilan o'tish judayam muhim. Chunki shaxsiy terapiya sizni o'sha ba'zan siz yosh bola pozitsiyasiga o'tib qolgan joyingiz, ba'zan nimadir qabul qilmagan joyingizdan sizni olib chiqib ketadi, sizni o'stiradi. O'stirgani sayin siz kattaroq bo'lasiz, anglashingiz osonroq bo'ladi. Rahmat tavsiya uchun. Har bir mutaxassis hayotida bir pallaga keladi, endi mustaqil ishlashga tayyorman deb his qiladi. Sizda bu on qanday bo'lgan edi? Aynan shaxsiy terapiyadan keyin o'zi boshida ustozim Maryam Mahmudova da qabullardan keyin, ya'ni menga motivatsiya bo'lgan ularning gaplari. Siz o'shandan keyin уже bemalol, как сказать, odamlarni konsultatsiya qilgansiz, to'g'rimi? Ha, lekin u paytda o'zimni og'riqlarim bo'lgan. Lekin ustozim bitta gapi, men seni kuchli mutaxassis sifatida ko'rmayman degan gaplari rostdan ham menga o'sha paytda podдержка bo'lgan. Chunki men ularning yonlariga borganimda juda ham chuqur ruhiy iztirob holatida borganman. Men tug'ishgan ukam, mendan 2 yosh kichkina bo'lgan ukamni yo'qotganman. Uni o'limida o'zimni aybdordek his qilardim. Chunki ukam depressiyaga tushgan holatda bo'lgan va nimaga men 4 yil o'qidim, psixogenetikada, psixologiyada emas, psixogenetikada 4 yil o'qidim. U paytda Lola Zununovada nutqlik bo'yicha o'qiganman, psixologiya emasdi. Ya'ni depressiya holatini qay darajada chuqur ekanligini tushunmaganman. Va o'sha paytda o'zimga o'sha aybdorlik hissi yukini olganman va ma'lum bir darajada yurganman. Aynan ustozimga murojaatim, Maryam Mahmudovaga murojaatim, men endi nima qilaman? Men endi qanaqa yuraman? Men aybdorman-ku degan aniqa bilan borganman. Ya'ni Allohning taqdirini, Allohning chaqirig'ini yana qabul qilmasdan o'zimga aybdorlik yukini olib borgan holimda ular aytganlarki, Shirin, Hadicha deganlar. Chunki men Hadicha deb borganman-da. Hadicha degan. Sani aynan shu yo'ling, o'sha ukang bilan kechirgan jarayoning, og'rig'ing sani kuchli tarafing. O'shanda tushunmaganman. Qanaqa qilib kuchli tarafim bo'lishi mumkin? Bu meni eng kuchsiz tarafim-ku, bu meni ojiz tarafim-ku. Ko'rasan, sen aynan shu taraflama kuchli mutaxassis bo'lasan dedilar. Endi hozir shu yo'ldaman, inshaalloh. Aytmoqchimanki, shu menga motivatsiya bo'lgan. Yanada chuqur o'zimni chuqurlikka tashamasdan yanada izlanishimga, ya'ni psixoterapiya taraflama bu jarayonga qarashga. Hozir siz как psixoterapevt odamlarni qabul qilyapsiz, to'g'rimi? Ha, psixoterapevt sifatida. Mana odamlar tushuncha yo'q. Nima farqi bor psixolog и psixoterapevt? Qarang, psixolog bu sizni ruhiyatingizda, ruhiy qanaqadir kechinmalaringizda, ruhiy holatingizda sizga ko'makdosh bo'ladigan, qayerdadir yo'l yo'riq ko'rsatadigan, ma'lum bir hollarga birgalikda tushib, ba'zi bir emotsiyalaringizni qaytadan yashab o'tishga yordam beradigan mutaxassis. Ya'ni ruhiy holatingizda qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, ruhiy holatdagi negativ, ma'lum bir negativ holatlar uzoq davom etsa, u sizni fiziologiyangizga o'tadi. Ya'ni sizni organizmingizga o'tadi. Sizni gormonlaringiz ishlash holatiga ta'sir qiladi. Balki qayerdadir miyadagi holat o'zgarishi mumkin.
Psixoterapevt bu vrach, bu shifokor, tibbiyot sohasida, ya'ni ma'lumoti bor inson. Sizni gormonal holatingizni ko'rib, analizlaringizni ko'rgan holda, sizdagi jarayonlar qanaqa kechyapti, uyqungiz qanaqa, ovqatlanishingiz qanaqa, ya'ni ichigacha fiziologik nuqtai nazardan, ham fiziologik, ham ruhiy nuqtai nazardan ishlaydigan mutaxassis. Bu degani, siz hozir bemalol masalan odamlarni analizga ham Ha, albatta. jo'nata olasiz va dorilarni bemalol yozib bera olasiz, to'g'rimi? Ha, albatta yordamchi shifokorlar bilan birgalikda maslahatlashgan holda, ba'zi joylarda nevropatolog vrachlarimiz bilan birgalikda, ba'zi joylarda nevrolog, ba'zi joylarda psixiatr vrachlar bilan birgalikda kelishgan holda albatta. Chunki kasallik уже chuqur o'zini ko'rsatishni boshlaganda u nafaqat psixologik, undan ham chuqurroq, уже nerv tizimiga ta'sirini o'tkazgan holda o'zini namoyon qiladi. Nima deb o'ylaysiz? Mana odamlar kelyapti, masalan, psixologga deylik. Masalan, xafagarchilik bilan yoki qanaqadir tushunmaslik oiladan bo'ladi-da, er-xotin orasida. Sizni oldingizga kelsa, masalan, deylik, psixolog, просто psixologga. Ularga ham dorilar kerakmi yoki masalan hammaga ham dorilar yozsa bo'ladimi yoki imенно aynan rastrойство bo'lganiga? Yo'q, albatta dorilar bilan hazillashib bo'lmaydi. Chunki bilasizmi, hozir odamlar o'ziga o'zi diagnoz qo'yadigan bo'lishdi. Ya'ni 2-3 kun ozgina kayfiyati bo'lmasa, holati bo'lmasa, depressiyaga tushib qoldim deyishadi. Aslida depressiya qanaqa chuqur narsaligini, kasalligini anglamagan holda, afsuski ba'zi joylarda retseptsiz beriladigan ba'zi bir preparatlarimiz bor. O'z boshimchalik qilib ularni ichadigan va aynan o'shandan keyin haqiqatdan ularda organizmda buzilishlar paydo bo'layotganini ko'ryapmiz. Дофамин, когда они начинают поднимать, да, вот как бы искусственно. Hozir juda ham ko'p o'sha sama reklamalar bor. Kimdir chiqib, "Voy, men shunaqa ruhiy holatda edim, men bu dorini ichdim, shunaqa ruhiy holatga tushdim" deydi. Lekin ular o'ylashmaydi, siz organizmda o'zi ishlab chiqariladigan narsani, ya'ni organizmni dangasa qilib qo'yib, tashqaridan uni berib turasizda va ma'lum bir darajadan keyin siz uni olib qo'yganingizdan keyin siz organizmingiz usiz ishlolmasligini tasavvur ham qilmaysiz. Значит, siz samolecheniyaga qanaqa qaraysiz? Men qarshiman. Qarshisiz? Chunki bu narsa bilan hazillashib bo'lmaydi. Ayniqsa hozirgi zamonda, chunki biz oson emas davrda yashayapmiz. Har taraflama ham sotsium, ham o'sha sotsiumdan juda ham ko'p har xil xabarlar, hayot ritmi tezlashgan. Hamma narsaga ulgurishimiz kerak bir kunning ichida. Успешный успех. Hamma ideal kartinka yaratib qo'ygan, ichimizda ichki obessenka yuqorilashib ketgan, ya'ni yo'q, men bunaqaman-ku deb odam o'zini o'zi ham ba'zan yomon holatga tushirib qo'yadi-ku. Shunaqa holatlarda men o'ylaymanki, bu juda ham xavfli. Еще men bunaqa o'ylayman, masalan, ayolda endi eng самый главный, birinchi nimaga e'tibor berish kerak? Oddiy narsa ham katta ta'sir qiladi. Oddiy uyqu, masalan, son, uyqu, oddiy aytganingizdek gormonalniy fon, da, ayollarda gormonalniy fon rosa o'ynaydi. Albatta. O'shaning uchun u masalan prolaktin baland bo'lsa, yig'loqi bo'ladi, emotsionalniy ayol bo'ladi. O'shaning uchun o'shani hammasini tekshirib, o'sha o'zida ham hamma narsa yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Albatta. Chunki gormonlar juda ham o'ynaydi, ayniqsa ayol kishida. Elementar kichkina stress holati ham ayol kishini gormonlarni o'ynatadigan darajaga olib kelishi mumkin. Kortizoli baland bo'lib, prolaktinlari baland bo'lib, bu albatta boshqa kasalliklarga ham bog'langan holda bo'lishi mumkin.
bu jarayon juda ham ta'sir qiladi. Va balki sizni ruhiy holatingizni yechimi psixologiyada ham emasdir. O'shani balki sizni gormonlaringizda hamdir. Da. Вообще zo'r savol mana shunda. Nima deb o'ylaysiz? Hayotni odam o'zgartiradi yoki odamni hayot o'zgartiradimi? Odamni hayotni qabul qilishi, hayotga nisbatan munosabati uni hayotini o'zgartiradi. Ya'ni ba'zi odamlar bor, ayb hayotga qo'yishadi. Hayotim qiyin, hayotim oson emas. Lekin inson o'zgargandan keyin uni hayoti ham o'zgarganini ko'rishsa bo'ladi. Bu birinchi. Ikkinchi, hattoki Qur'oni Karimda oyat bor. Sen o'zing o'zgarmaguningcha, san atrofing o'zgarmaydi degan. Haqiqatdan aslida bizani dinimizda juda ham ko'p savollarimizga javob bor. Tayyor. Lekin biz tafakkur qilmasdan boshimiz urilgandan keyin, bu narsani ko'rganimizdan keyin wow, aytilgan-ku deymiz. Lekin aslida bu narsalar oldindan yozilgan. Va inson o'zgargandan keyin uni hayoti o'zgaradi. Inson hayotga nisbatan munosabati o'zgargandan keyin uni hayoti o'zgaradi. O'sha kurash bilan emas, qabul qilish bilan ba'zi narsalarga. Sevgi bilan. Men aytmayman polni kurash to'xtatish kerak. Ba'zi joylarda kurashish kerak. Chunki har xil vaziyatlar bor. Lekin ba'zi joylarda qabul qilish kerak. O'ziga savol berish kerak. Men kim bilan kurashyapman? Men uchun bu odam kimni eslatyapti? Misol uchun men ko'p bo'ladi-da, ba'zi keyslarimizda boshlig'i bilan olishayotgan bo'ladi, lekin aslida u proyeksiya yoqilgan bo'ladi. Uni boshlig'i uni adasini proyeksiyasi bo'lishi mumkin yoki oysini proyeksiyasi bo'lishi mumkin. Ya'ni boshlig'i yuzida u ota-onasi bilan kurashayotgan bo'lishi mumkin. Aslida ota-ona bilan kurash bu o'zi bilan kurashish bilan teng. Va shunga ham hayoti разрушение, ya'ni buzilish tarafga qarab ketadi. Shunaqa payt. Inson hayotida niqoblar juda ko'p uchraydi. Sizningcha niqob nima va ular qayerdan paydo bo'ladi? Inson hayotida niqob. Inson hayotida insonni psixikasi bilish kerak, insonga dushman emas. Inson hayotida paydo bo'lgan har bitta niqob uni himoya qilish uchun paydo bo'lgan. Har bitta holat ma'lum bir darajada o'zini qutqarish uchun paydo bo'lgan. Va inson o'ziga shu niqob kiyib, men shunaqa ekanman deb o'zini qabul qilishi ham mumkin. Lekin bu uni asliga zid bo'ladi. Ya'ni uni asli boshqa bo'ladi, u kiyib olgan niqobi boshqa bo'ladi. Va shunda inson hayotida har xil buzilishlarni, organizmida har xil buzilishlarni, o'zini ichki holatida o'zim tushunmayapman, o'zimdan qoniqmayapman, hamma narsam bor, lekin ichki qoniqishim yo'q. Shukur hisim ichimdan chiqmayapti. Ya'ni go'yoki o'zim bilan o'sha kontakt yo'qolgandek his qilyapman o'zimni. Deb hozir juda ham ko'p odamdan bu narsani eshitamiz. Nimaga? Chunki qachondir ma'lum bir holatdan kelib chiqqan holda u ma'lum bir niqobni kiygan va o'sha niqobni hali ham o'zi bilan olib yuribdi. Niqobni yechish uchun unga dushman bo'lib qarab yechish kerak emas. Ya'ni qattan san paydo bo'lding deb. Birinchidan tushunish bilan. To'g'ri, sani hozir paydo bo'lishing qachondir menga kerak bo'lgan. Rahmat. Seni ko'rdim. Lekin aslida men boshqacha insonman. Aslimni sekinlik bilan yuzaga chiqarishga tayyorman. O'sha tajriba ham menga kerak bo'lgan hayotimda, ma'lum bir hayotiy etaplardan o'tib olish uchun. Hozir men tayyorman. Bu himoyasiz ham keyingi bosqichga o'tishga deb niqobini asta-sekin chetga olib qo'yish mumkin.
Siz ishonasizmi, mana shu niqoblarni yechsa, masalan, deylik, хорошая девочка, har xil anavi vaziyatlarni agar niqoblarni asl menga o'tsangiz, lishniy vес ham ketadi, hamma narsa o'zgaradi. Yuzingiz masalan o'g'ri bo'lsa, toza bo'lib ketadi. Siz shunga ishonasizmi? Albatta, не только ishonaman, man buni o'zimni praktikamda judayam ko'p ko'rganman. Chunki odamlar o'sha judayam qo'rqinchli toshmalar bilan kelgan. Ekzemalar ham ketadi. Ha, aynan bu holat ular o'zligini ichki holati bilan ishlaganda, anglaganida o'sha toshmalar yo'q bo'lib qolishini, o'sha qichishmalar yo'q bo'lib qolishini guvohi bo'lganman. Ya'ni bu ham himoya. Bu ham qayerdadir inson o'zidan uyalgan bo'lsa, inson o'zini qabul qilmagan joyi bo'lsa, unga tanasi hoy deb ko'rsatyapti shu narsani. Chunki tana bizani hech qachon sotmaydi. Tana bizaga do'st. Siz mana hozir aytamiz, psixosomatikaga munosabatingizni ayta olasizmi? Munosabatim yaxshi, bor narsa albatta psixosomatika va o'zimning hayotimda ham man judayam ko'p psixosomatikadan kasal bo'lgan. Psixosomatik kasalliklar bilan kasallanganman. Men o'ylaymanki, что har bitta kasallik hayotimizga boshida kasallik ruhiyatda boshlanadi. Keyinchalik u fiziologiyaga o'tadi. Tanaga o'tadi. Va o'zimdagi yurak xastaligi bilan bog'liq jarayon ham meni ichki xafagarchiligim, ma'lum bir vaziyatlarni qabul qilmaganim bo'lgan. Chunki aytib o'tganimdek, menda og'ir kasallik, ya'ni paroksizmal taxikardiya bu bilasizmi, qo'rqinchli jarayon. Chunki insonni yuragi xohlagan paytda bu letal ishodga ham olib kelishi mumkin va siz bilmaysiz. Va ishonasizmi, men ichki holatim bilan ishlashni boshlaganimdan keyin ichki xafagarchiligim, o'shani anglab ba'zi joylarda ba'zi emotsiyalarimni boshqatdan yashab o'tganimdan keyin va u yerdan katta qiz bo'lib chiqqanimdan keyin menda bu kasallik yo'q bo'ldi. Ya'ni dorisiz yo'q bo'ldi. Vaholanki vrachlar bir kun ham dorini to'xtatib bo'lmaydi deb aytishgan. Siz hozir полностью yuragingiz soppa-sog'. Alhamdulillah, soppa-sog'. Va yaqinda bitta keysim bor edi. Bir bolajon onkologik kasal bilan kelishgan. Ichki holatini gapirgandan keyin to'g'ri, bu yerda meditsina kerak emas demayman, go'zal. Meditsina bu yordamchi. Va Allohim meditsinani ham bekordan bekorga yaratmagan. Ya'ni bu ham bitta katta instrument. Ya'ni bu tarafdan ham yondashgandan keyin o'sma umuman yo'q bo'lib qolgan. Ya'ni mo'jizaviy holat bo'lgan haqiqatdan. Bu men juda ham ko'p mo'jizalar ko'raman hayotimda. Birinchi holatim o'zimni kasalliklarim ketgani. Ikkinchi holatim o'sha katta mo'jiza ko'rganim shu bolajon bilan bo'lgan mo'jiza. Sizni klientingiz? Ha, meni ham klientim, ham yaqin insonimning farzandi. Menga oson bo'lmadi bu ishlash jarayoni, chunki siz yaqin insoningizni farzandi bilan ishlaganingizda sizni o'zingizni og'rig'ingiz ham yoqiladi. Chunki siz yaxshi ko'rasiz-ku. Siz uni qiynalayotganini ko'rib, siz ham qiynalasiz. O'shanga ba'zi joylarda aytiladiki, psixolog o'zini yaqinlari bilan ishlash kerak emas. Ya'ni chustvolar yoqiladi. Shu jarayonda menga qiyin bo'lgan bu keys, lekin alhamdulillah bu Allohdan men shu jarayonda ham ishtirokchi bo'lganman. O'zingizni bitta keysingizni aytib bering, men bilaman, что sizda o'zingizda katta manaqa bo'ldi. Как это? Mo'jizali holatlar. Meni o'zimda juda ham ko'p bo'lgan. Chunki meni o'zimda go'zal hozir bilamanki, men bu holatda o'zim xohlagan ekanman. O'sha VG'da bo'lganmi?
vegada bo'lgan xafagarchilik bo'lgan. Ya'ni judayam erkak kishidan nafratim kuchli bo'lgani uchun menda ko'kragimda yomon o'zgarishlar bo'lgan, operatsiya holatlari bo'lgan va aynan shu jarayon o'sha narsalarni qo'yib yuborganimdan keyin yo'q bo'lganini ko'rganman. Ya'ni o'sha nafrat hissi, nafrat kuchi ketganidan keyin kasallik ham ketganini ko'rganman. Ya'ni doimiy fibroz, doimiy dorilar. Siz ham men bilan hamkasb bo'lganingiz uchun bilasiz, bu oson narsa emas. Lekin bu shunaqa ishlaydi. Ajoyib. Haqiqatdan ajoyib. Siz o'zingizni qachon haqiqiy psixolog sifatida his qildingiz? O'zimni menimcha shaxsiy terapiya o'tib bo'lganimdan keyin tashqaridan o'zimni keysimga qarab juda ham katta tajriba bo'lganini anglab yetganman. Siz hozir lichniy terapiyada o'tyapsizmi o'zingiz yoki уже yo'qmi? Mani doimiy har o'sha sizga aytib o'tganimdek 3 haftada o'zimni ustozim borlar. Supervizor, ha, Sayora Kamalovna. Ya'ni ba'zi bir keyslarni birgalikda razbor qilamiz. Ba'zan o'zimni ichki holatim yoqiladi. Ya'ni men ayta olmayman, что terapiya u ma'lum bir davr davom etadi, keyin tugaydi, keyin bo'ldi. Yo'q, ba'zan terapiya umringiz davomida davom etishi mumkin, lekin asosiy masalalaringiz, yonib turgan masalalaringizni siz hal qilib qo'yishingiz kerak. Ya'ni o'zingizni tushunishingiz kerak. Siz rastanovkaga qanaqa munosabatingiz rastanovkalarga? Men rastanovkalarga qatnashmaganman, to'g'risini aytsam. Lekin bilasizmi o'zi qanaqa bo'ladi? Bilaman, chunki Leonid Talpis degan ustozda, ular rossiyalik ustoz, ularda o'qiganman. O'zim qatnashmaganim uchun to'g'risini aytsam bilmayman. Chunki agar qatnashib o'zim bu metodni qo'llaganimda aytardim. Lekin meni o'zim ishlash metodim, men ba'zan ichki rastanovkaga ham o'xshaydi bu holat. Ya'ni insonni trans holatiga tushirganimdan keyin, endi hamma bilan emas albatta, ba'zi insonlarning holati bo'ladi. O'sha joyda ota-onani o'z joyiga qo'yish, ya'ni ular nima his qilyapti, buni his qilish. O'xshash holatlar bor rastanovka bilan. Rastanovkada ham siz qaytadan o'sha emotsiyalarni yashab o'tasiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri, lekin u yerda ko'proq chiqarish emotsiyalarga e'tibor beriladi. To'g'ri, u yerda ham bo'ladi, ota-onani qo'yasiz, u bu asosiy triggerlarni как сказать, ko'tarib, nabarot, o'shani emotsiyalaringizni полностью berasiz-da. Chiqarib. Deyarli o'xshash holat bo'ladi, faqat trans holatida bo'ladi. Ya'ni miya shunaqaki o'zi ko'rsatib beradi. Trans holatida ba'zan misol uchun yaqinda bir ayol kelganlar, ichlarida juda ham kuchli qo'rquv bor, panik atakagacha olib borgan o'sha qo'rquv. Va trans holatiga tushganda u bir jarayonni ko'rganki, uni qaynotasi unga tajovuz qilgan. Ya'ni u aqli bilan bu holatni unutgan. Lekin trans holatiga tushganda o'sha kartinka namoyon bo'lib qolganda, unda biz aynan o'sha holat bilan ishlaganimizdan keyin unda panichniy ataka holati, taxikardiya holati yo'q bo'lib qolgan. Ya'ni ma'lum bir qismi o'sha jarayonda yashayotganini ko'rganmiz. Haqiqatan ajoyib keys. Men ham chunki har ishlaganimda har bitta meni yonimga kelgan mijoz menga psixologiya qanchalik chuqurligini, inson ruhiyatini chek-chegarasi yo'qligini ko'rsatadi. Va bu holatda ham shuni ko'rganman-da. Chunki hammasi yaxshi, hayot yaxshi, oila yaxshi, lekin nimadir holat tinchlik bermayapti. Nimadir holat har doim o'zidan o'zi o'sha kechqurun bo'lganda bo'g'ilib, inson bo'g'iyotganini, yuragi tez urib ketayotganini, hozir o'lib qolaman degan his
bo'lganini o'sha ayol his qilardi. Yangi kelin paytida uni qaynotasi ruhiy xasta bo'lgan, unga tajovuz qilgan ekan. O'sha boshqa inson bilan adashtirib uni o'ldirmoqchi bo'lgan holati bo'lgan. Aql bu narsani esdan chiqargan. O'zi bilan shu jarayonni olib yurgan. Ya'ni shuni anglagandan keyin qayerdadir перепрожить, qaytadan ko'rib chiqqandan keyin bu holat undan chiqib ketgan. Juda ham ajoyib. Психиканы защищает. Да, psixika защищает. Psixikamiz bizga dushman emas. Lekin uni ham ba'zi joylarda tushunib, nimaga shunaqa bo'lgan, nimaga men bu holatda esdan chiqarganini ham inson tushungandan keyin biladi, что bu uni faqat do'sti. Odatda odamlar terapiyaga qanday maska bilan kelishadi? Terapiyagami? Endi albatta psixologga hech kim men yaxshiman, prosta ozgina yanada yaxshiroq bo'lishim kerak deb kelmaydi. Qanaqadir Или zerikdim deb kelmaydi. Тем более psixoterapevt, chunki bu уже psixoterapevt deganda odamlarga sal qo'rqinchliroq tuyuladi. Kasal emasman, prosta kelmaydi. Ya'ni og'ir ma'lum bir holatlari bilan, ma'lum bir konfliktlari bilan. Ko'pchilik qo'rqadi ham kelishiga, ishlashga. O'zini ustidan. Yana bitta narsa bor, go'zal. Inson kelganida o'zini maskasini o'zi ko'rmaydi. Ya'ni men sizga aytganimdek, men o'zim misol uchun 5-sessiyadan keyin o'zim uchun o'zimni kashf qilganman. Ungacha men ham ma'lum bir maskada yurardim-da. Aytmoqchiman, odamlarda ham xuddi shunaqa. Qachon siz psixologga ichingiz bilan ishonasiz, ya'ni maskalaringizni yechib, ochiq-oydin o'z holatingizni namoyon qila olasiz. Bu ham sizga bog'liq. Bu ham sizni защитный mexanizmlaringizga bog'liq. Chunki inson o'zini защитный mexanizmini o'zi anglamaydi. Misol uchun menga inson kelganda men birinchi holda ko'rib, buni shunaqa jarayonda minus taraflari bor. Birinchi kunni o'zidayoq unga shuni aytsam, yo'q, albatta unaqa emas dedi. Mani holatim bu inson bilan bog'liq emas, bu inson bilan bog'liq. Причем тут bu insonni nimaga yana ko'taryapsiz deb ba'zida anaqa ham ko'tariladi-da. E'tiroz ko'tariladi. Lekin sloy za sloy ishlaganingizda aytishadi-ku, plastlar ochiladi deb. O'shanda asl ildizi o'sha yerda ekanligini anglab yetadi. Aslida hozirgi unga konflikt yaratayotgan inson boshqa insonni proyeksiyasi ekanligi. 100%. O'sha narsa. Asosiy hamma narsa ota-onadan, lekin psixologiya menga nima yoqadi, что ularni tinch qo'yinglar, ularni tegmanglar. Ular boricha sizlarga mehr ko'rsatgan, nima, как сказать, то, что они могли, они для тебя сделали. Aslida ham shunaqa go'zal, chunki bizani ota-onamiz hech kim farzandimga yomon bo'lsin demaydi. Endi har xil vaziyatlar, har xil sharoitlar bor, albatta. Har xil Sog'lom ota-ona, sog'lom ota-ona, o'zini anglagan ota-ona farzandiga yomonlikroq ko'rmaydi. Lekin inson o'zida bor narsani bera oladi. O'zida yo'q narsani bera olmaydi. Misol uchun, emotsional o'zini ota-onasi bilan yaqin bo'lmagan inson, u ham farzandi bilan yaqin bo'lishga qiynaladi. Даже turmush o'rtog'i bilan тоже. Bunda ota-onasi aybdormi? Yo'q, aslida aybdor emas. Bu psixologik nuqtai nazardan biz yondashganimizda. Ruhiy taraflama yondashganimizda. Men ruhiyatga ham juda ham qiziqaman. Chunki insonni psixologiyasidagi ma'lum bir buzilishlar aslida ruhiyatiga borib taqaladi, ruhiy holatiga deb o'ylayman. Mana siz dunyoga keldingiz. Sizda ma'lum bir o'zingizni missiyangiz bor. Bu dunyoga kelishingizdan. Ruhingizni ma'lum bir tanlovi bor. To'g'rimi? Sizni ruhingiz Allohdan kelgan. Alloh o'zi kabi bo'lgan ruhdan inson zotiga odam atoga puflagan deb aytilgan. Ya'ni sizni ruhingiz
sizni shu darajagacha o'stirish uchun ma'lum bir situatsiyalardan, ma'lum bir jarayonlardan olib o'tyapti. Ya'ni ba'zi xafagarchiliklarni ko'rish sizni ruhingizga kerak bo'lgandir. Bugun siz bunaqa shaxs bo'lishingiz uchun, o'zingizni bu taraflaringizni namoyon qilishingiz uchun. Menga o'sha aytganimdek, ukamni depressiyasi hayotimda ключевой o'zgarish moment bo'lishi uchun. Misol uchun, balki men bu jarayonni hayotimda yaqin insonim bilan yashab o'tmaganimda, men bu jarayon haqiqatdan qanaqa darajada chuqurligini, qanaqa darajada bu joyda ehtiyot bo'lish kerakligini anglamagan bo'lardim. Fan ekan deb yuzaki qarab o'tib ketgan bo'lishim mumkin edi. Lekin aynan shunaqa voqealar, to'g'ri, bu og'riqli tajriba. Avvalambor hech kim og'riqli tajribadan o'tmasin. Lekin bu tajriba bugun meni bu jarayonga jiddiy yondashishimga, tushunishlik bilan yondashishimga sababchi bo'lgan. Ya'ni bu narsa ham meni ruhimga kerak bo'lgan ekanda. Ya'ni Alloh знает, какая почва нам нужна. Для каждого растения разная почва нужна. Да, абсолютно с вами согласна. Я думаю, душа выбирает вот этот путь. Nega ba'zida o'zining bilan rost bo'lish boshqalar bilan rost bo'lishdan ham qiyin? Inson tan olish qiyin-da ba'zi jarayonlarni. Masalan, Bizga illyuziyada yashash osonroq. Biz ba'zan insonlardan o'zimiz bir ideal yaratib olamizda. U inson aslida o'zi shunaqa emas bo'lishi mumkin. Lekin biz xohladik unda shunaqa jihat bo'lishini. Biz xohlaganimiz uchun bizga ko'ringandek bo'ldi bu jihat. Unga jon berdik, uni anaqa qildik. Keyin boshimiz urilgandan keyin biz bilamizki, yo'q, bu inson aslida unaqa emas. Ko'zi ochiladi. Lekin yanada tan olgisi kelmaydi. Yanada insonni o'ziga ayb qo'yadi. Sen o'zgarding deydi. Ya'ni yo'q, men illyuziya yaratdim. Men o'zim sendan shunaqa inson ko'rmoqchi bo'lganim uchun ko'rdim demaydi. Sen o'zgarding. Senda ayb deb qo'yadi. Tan olish qiyin. Ba'zan o'zini tuyg'ularini tan olish qiyin. Ba'zan o'zi qanaqadir ichki kurashlarda bo'lganini tan olish qiyin. Kuchli ko'rinish ortida nimalar yashiringan bo'lishi mumkin? Himoya. Защита. Himoya. Keyin past samotsenka ham bo'lishi mumkin. U ham bo'lishi mumkin. Bilasizmi, samotsenkani o'zgartiring, ko'taring deyishadi, uni ko'tarib bo'lmaydi. Она зарождается. Ya'ni inson tug'ilganda o'sha samotsenka bilan tug'iladi. Unga nisbatan munosabatini o'zgartirsa bo'ladi. Shunaqa deb o'ylaysiz? Shunaqa deb Самоценность-chi? Shu samotsенность. Samotsенность, samotsenka. Ya'ni samotsенность inson o'zini qabul qilishi, qadrlashi. Да, men o'ylaymanki, что ishlasa bo'ladi. Что самоценность приходит с годами, наоборот. Men shunaqa deb o'ylayman, что masalan, o'zimning tajribadan yoshligimizda masalan deylik, biz tayyormiz juda ko'p ishlashga, o'zimizni hurmat qilmasligiga, to'g'rimi? Например, 12 soat ham ishlayveramiz. Yoshligimizda 20 yil yoshimizda deylik, masalan, kech uxlash, vaqtli turishga, dabdala ovqatlar yeyishga, masalanda nosog'lom ovqatlar, lekin vaqt o'tgani bilan sari siz o'zingizni qadringizni bilasiz. Masalan, уже vaqtida yotish, vaqtliroq turishda, например, o'zingizni taningizga yaxshiroq qaraysiz qanaqadir. Bilmayman, men shunaqa deb o'ylayman, что sekin-sekin tanlaysiz уже sog'lom ovqat, o'zingizni stressdan uzoqroq, masalan, окружениеda ham nosog'lom окружение bo'lsa, ras o'zingizni olib qochish, qanaqa olib qochish, уже tanlov o'zingizda bo'ladi. To'g'ri, atrofdagi odamlar sizni ruhiy holatingizga juda ham qattiq ta'sir o'tkazadi. O'shaning uchun men o'ylayman, что
yosh o'tgan sari siz qadrli o'zingizga o'zingiz bo'lasiz. Men shunaqa deb o'ylayman. To'g'ri, Go'zal. Siz bunga juda ongli yondashasiz. Lekin hamma ham bunga ongli yondashmaydi. To'g'ri. Aytmoqchiman, ba'zi insonlar o'sha jarayonda yoshi katta bo'lsa ham yashaydi. Да, masalan demoqchiman, masalan odam даже turmush o'rtoq ko'ryapsiz, что, например, ну это ochiq haqiqat-da. Bor shunaqa insonlar, masalan alkash, narkoman или qanaqadir-da erkagini abuzer uradi, например, sizni-da. Siz u bilan qolishda qanaqa darajaga yetasiz? Faqat orqaga yurasiz demoqchiman. O'shaning uchun O'zingizni o'zingiz saqlashingiz kerak, это же instinkt. hamma ham buni anglamaydi. Hamma ham buni anglamaydi. Endi men nima demoqchiman? Mana qarang. Самоценность, она самооценка вот эта внутренняя. Уже inson endi dunyoga mana ona qornida уже bo'lganda o'sha narsa unda paydo bo'lishni boshlaydi. O'zini qabul qilish. Ya'ni meni atrof qanaqa qabul qilyapti, men ham o'zimni shunaqa qabul qilaman. Вот, самооценка, она оказывается, как психологи же говорят, она варьируется, да, она играет. И самооценка идет от нашей мамы. Как она нас, какими глазами на нас смотрели родители, так мы себя будем оценивать. Да. А самооценность, она, мне кажется, с годами только увеличивается. Ну, смотря у кого, конечно, у осознанных людей, да. И mana qarang, siz уже ongli ayolsiz. Ya'ni o'zingizni hayotingizga осознанно qarayapsiz. Siz anglayapsizki, что o'sha paytdagi kichkina go'zal, misol uchun o'zini qabul qilmagan go'zal ota-onasini ma'lum bir qanaqadir ichki his-tuyg'ularidan kelib chiqqan holda o'zi haqida ma'lum bir gumonlarga borgan qiz aslida unaqa emas. Aslida u qizni Alloh yaratgan. Aslida u qizga Alloh o'zi kabi bo'lgan chiroyli ruhni puflagan. Uni tanasini shunaqa chiroyli qilib, sog'lom qilib yaratgan. Aytmoqchiman, shu taraflarga qarab, plyus taraflarini ko'rishni boshlaganingizda, ya'ni minus emas. Minus, meni onam xohlamagan tug'ishni, men xohlamagan farzand deb o'zingizni minus tarafga emas, plyus tarafga qarab qadringizni oshirishingiz mumkin. Да. Lekin bu degani ichingizdagi trigger ketadi degani emas. To'ppa-to'g'ri. U namoyon bo'lib turishi mumkin. Да, и вот наша тема asl-men-ku. Asl-men qachonki odam tushunsa, masalan, odamlarni fikr bilan, ko'zi bilan qaramasligida emas, a Xudoni ko'zi bilan o'ziga qarasa, asl-men, o'ziman kimman? To'g'ri. O'shanda u o'zgaradi. Men shunaqa deb o'ylayman. To'g'ri, o'shanda u kurashdan to'xtasa kerak deb Да, o'ylayman. и hech kimga уже доказывать qilmaysiz, masalan. Правильно? Kimsiz, qanaqasiz, yaxshimi, yomonmi, ular xohlagancha sizni o'ylayversin. Siz o'zingizni asligingizni bilyapsiz-ku, kimsiz. To'g'ri. O'zingiz uchun bo'ldi. Odamlar uchun emas. Да, мне кажется так. Albatta to'g'ri. Inson o'ziga yaqinlashgani sari o'zini qabul qilishni boshlaydi. Ma'lum bir niqoblar unga og'irlik qilayotganini his qila boshlaydi. Ular haqida balki ochiq gapirishni boshlaydi. Да. Misol uchun mana tepada aytib o'tganimizdek, hattoki Xadicha degan ism ham niqob bo'lgan. Va o'sha paytda menga bu niqob kerak bo'lgan ekan. Да. Aytmoqchiman, bu ham niqob bo'lgan. Va men niqobligini angladim. Va niqobni yechganimda hozir menga bu niqob haqida gapirish qo'rqinchli emas. O'sha paytda esingizda bo'lsa, Trigger bo'lardi. menga juda ham yomon ta'sir qilardi niqob haqida gapirishsa. Ichimda qanaqadir jarayonlar kechardi. Yo'q, aslida unaqa emas deb tan olmasdim. Hozir tan olaman. Tan olish bu тоже katta gap-da. Tan olish bu ham. И bilasizmi, еще bitta narsa aytaman, насчет принятия, да? Men ham juda zakomplексованный qiz edim. Yoshligimdan rosa zakomplексованный, o'zimga
неуверенный qiz edim. Keyin mana yosh o'tgandan sari bilasizmi nima bo'ldi? Mana 35 ga kirgan bo'lsam, 35 ga kiramanda endi. Man tushundim, что bu tana, bu mani tanam. И когда man o'ylayman, что вот там sutulая, горбатая, там толстая, это, конечно, biza hammamiz chiroyli ko'rinishimizni xohlaymiz, to'g'rimi? Lekin bu tana o'zimizniki, как сказать, это мое тело, и как я имею право, да, про него так, во-первых, говорить, думать, к нему так относиться. Ведь это моя защита, это моя оболочка. Вот нам Бог дал нам это тело, да, через эту жизнь, через это тело проживи. У нас же есть душа, тело, мозг, правильно? И вот как я могу так относиться? Это же мое тело. Когда про меня что-то говорят, они же что хотят? Просто навязать, чтобы я в это тоже поверила? Правильно, Да, Шинапа? Правильно. Потому что как-то ты к себе bizani по-другому. tanamiz ham omonat. Да. Bizga berilgan omonat. Kim tarafdan berilgan? Xudodan. Alloh tarafdan Da. berilgan omonat. Va bizani ruhimiz shu tanani ichida yashayapti. Shu tana orqali u nimadir qila oladi. Yura oladi, Da. gapira oladi. Tana bo'lmasa, biza shuni qadri yo'q, masalan, biza o'ylaymiz. qadrlamaymiz. Lekin insonlar bu dunyoga tug'ilish uchun men eshitganmanki, hattoki o'sha chegaralangan tanada ham tug'ilishga tayyor turishar ekan. Endi buni bilmayman, shunaqa deb eshitganman. Sotsium juda katta ta'sir qilar ekan odamlarga. Ha. Sotsium. Aynan shu sotsiumni ta'siriga kirib ketmaslik uchun insonni ichki qadri bo'lishi kerak. Da. Ya'ni o'zini qadrlagan inson hamma narsaga ergashib ketavermaydi. To'xta deydi. Menga bu kerakmi deydi. Menga kerakmi yana yangi niqob kiyish? Misol uchun biz ba'zan o'zimizni odatiy holimizdagi o'zimizni namoyon qilishimizdan qo'rqib qolamiz. Bu qanaqadir himoyamiz bo'lishi mumkin. Da. Защита. Nimaga? Chunki ishonchimiz yo'q-da. Ishonchi bor insonda, Robbisiga ishonchi bor. Ichida o'ziga nisbatan o'zini qadri bor inson, menimcha, bu narsaga qarab ketmaydi. Uni o'zini qadrlaydi. Sizningcha odam o'zini tanimasligini eng katta sababli nimalardan iborat? Sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun, baribir bizani birinchi qabul qilishimiz o'zimizni bizani yon atrofimiz qanaqa qabul qilishiga bog'liq-da, aytib o'tganimdek. Odatda o'sha yon atrofimizga yoqish uchun biz ma'lum bir niqob kiyib olamiz, ma'lum bir obraz yaratib olamiz. Lekin aslida siz o'sha obraz emassiz. Siz boshqacha insonsiz. Ba'zilar o'zini sipo, chiroyli qilib ko'rsatadi, lekin ichida anaqa bo'ladi, g'ayri bo'ladi, ko'ramaslik hissi bo'ladi. Bu anaqa Теневые свои стороны не хотят показывать, да? Nima ichida konflikt ketadi. Ya'ni men o'zimni ommaga boshqacha ko'rsataman, ichimda boshqacha ko'rsataman. Lekin buni o'zi tan olish darajasiga ham yetib bormagan bo'lishi mumkin-da. Ha, tan olaman. Ichimda shunaqa hislatim bor. Tan olganingizdan keyin bu sizni kuchingizga aylanadi. Bu sizni orqaga qarab tortmaydi. Tan olmaguningizcha bu narsalar sizni orqaga oladi. Energiyangizni ham olib ketadi-da. Ha, tanangizda kasallik sifatida ham namoyon bo'ladi. Asl menni topish uchun odam nimalardan voz kechishi kerak? Komfort zonasidan voz kechish kerak. Bilasizmi, Go'zal? Yangi joyga borish, yangitdan o'zini kashf qilish oson jarayon emas. Hammaga udobniy emasligini, da? Chunki men aytaman, ochig'ini aytaman. Psixologga borib o'zi bilan ishlash ham oson jarayon emas. Siz borib maza qilib, "Voy, yengil bo'ldim" demaysiz. Yo'q. Ba'zi joylarda og'rig'ingiz qaytadan yengillanadi. Bu energozatratni. Bu hamma ham tayyor emas bunga. Da. Lekin aslingizga yaqinlashganingiz sari
sizni ichingizda sakinat paydo bo'ladi. Sizni ichingizda nafas olayotganingizni his qilasiz. Xotirjamlik bo'ladi. Va siz xotirjam bo'lasiz, sizni yon atrofingizdagi insonlar ham xotirjamligini, ya'ni hayotda asl ne'matlarini ko'ra olayotganini ko'rasiz. Bu juda ham zo'r narsa. Bu oson narsa emas. Согласна. Terapiya jarayonida eng ko'p uchraydigan ichki qarshilar qaysilar? Terapiya jarayonida juda ham ko'p ichki qarshiliklar ko'tariladi. Это внутренний конфликт deyiladimi? Ha, внутренний konflikt. Avvalambor inson transakt analiz tarafdan yondashadigan bo'lsa, ichki ota-onadan va ichki mandan iborat. Va ba'zi insonlar tashqarida ota-onasi bilan munosabati yaxshi bo'lmaydi. Vроде бы menda hammasi yaxshi deydi. Menda mana ishim ham yaxshi, anaqam ham yaxshi, ichim lekin bir boshqacha qanaqadir kasalliklarim bor deydi. Ota-onangiz bilan munosabatingiz qanaqa deyman. Yaxshi deydi boshida. Keyin sekinlik bilan ochilishi boshlaganda, yo'q, onamni bu jihatlarini qabul qilmagan ekanman, otamni bu jihatlarini qabul qilmaganman deb ochilishi boshlaydi. Lekin bu nimadan dalolat beradi? Sizdagi o'zingizni hozirgi ota-onangizni qabul qilmaganingiz sizga ichki ziddiyat borligini namoyon qiladi. Внутренний konflikt. Ya'ni savolimiz внутренний konflikt haqida edi. Да, внутренний конфликт eng ko'p qanaqa bo'ladi? Внутренний konfliktlar, например. Например, ko'proq ota-onani qabul qilmaslik bilan. Yana bitta narsa bor. Ota-onani o'zaro munosabati bir-biri bilan yaxshi bo'lmagan bo'lsa, ota-onani o'zaro bir-biri bilan kurashi farzandi ichiga o'tadi. Farzand ichida o'zi bilan o'zi kurashib yuradi. Ya'ni uni ota qismi va ona qismi bir-biri bilan kurashda yuradi. Haligacha u ma'lum bir qismi bilan o'sha jarayonni yashab o'tayotgan bo'ladi. Ya'ni men chiroylimanmi o'zi yoki menda nimadir holat o'zidan qoniqmayotganini his qiladi. Uni ildizi, uni ota-onasini bir-biri bilan kurashda yashagani bo'lishi mumkin. Hamma narsa bunga borib taqaladi. И вообще hamma narsa individualniy-da. Albatta, bilasizmi? Ma'lum bir shabloni yo'q. Да, klassika janra примерно bo'ladi, lekin har bitta oilada, har bitta situatsiyada baribir o'zini individualniy narsalari bo'ladi, правильно? Albatta. Odamning o'zini qabul qilish bilan hayoti qanday o'zgaradi? Juda ham o'zgaradi. Haqiqatan odam o'zini eshitishi boshlaganida, o'zini ichki his-tuyg'ulariga munosabatini emas, o'zini ichki his-tuyg'ulariga ahamiyat bera boshlaganda, tan olishi boshlaganda, ularga joy berishi boshlaganda his-tuyg'ulariga o'zgaradi. Juda ham o'zgaradi. Yon atrofi o'zgaradi. Yon atrofi uni qabul qilayotganini ko'rishi mumkin. Qabul qilmagan insonlar munosabati o'zgarishini ko'rishi mumkin. Ya'ni haqiqatan har bitta sohangizdan buni ko'rishni boshlaysiz. И man тоже bildim, что mamnaqa. Qachonki внутренний o'zingizni mana shu tеневой joylarni qabul qilsangiz, теневой частьlaringizni, да, который как сказать, eng bo'lna o'sha-ku, eng og'irli o'sha. Qachonki siz o'zingizga tan olib, o'shani qabul qilsangiz, o'shanda ko'p narsa o'zgarar ekan. O'shanda siz xotirjam qanaqadir bo'lasiz. Chunki siz уже bilasiz и tan olasiz, что да, действительно, masalan, я умею завидовать. Да, я сейчас, например, я корыстная, например, desa-da bo'ladi odam. И вот когда ты начинаешь это в себе принимать, qanaqadir farqi yo'qdash bo'ladi odamlar nima desa, когда ты это в себе не принимаешь, и не дай бог кто-то это скажет, эмоции поднимаются, триггер, да? А это скажет. Да, обязательно. Это скажет. Да. А когда ты это в себе примешь уже, тебе становится даже как-то спокойнее.
На самом деле. Потому что ты видишь, ты принимаешь, ты даешь этому место. Да. А пока ты это не принимаешь, это борется с тобой Да. изнутри. Shirin Baxtiyorova, nima siz o'ylaysiz? Masalan, munosabat er-xotin orasida deylik, даже mana intimniy tomonidan o'zgaradimi agar niqoblar yechilsa? Albatta o'zgaradi. Chunki biz o'zimiz anglamagan niqoblarda yashaymiz. Ba'zan ayol kishi turmush o'rtog'iga onasi rolida yondashgan bo'ladi. Va albatta u paytda shaxsiy ichki munosabatlar Yaxshi bo'lmaydi. yaxshi bo'lmaydi. Da. Ba'zan ayollar eriga farzandiday rolida bo'ladi. Ya'ni kichkina qizcha rolida bo'ladi. O'shanda ham тоже. Unda ham xuddi shunaqa. Ikkita shaxs, ikki taraflama o'sib ulg'ayganda, ya'ni ayol kishi ham o'zini anglaganda, erkak kishi ham o'zini anglaganda, har xil proyeksiyalarni yechganda, unda albatta har ularni sohasida birdamlik bo'ladi. Va bu pastga qarab emas, tepaga qarab, ya'ni o'sishga qarab olib boradi bularni. Hattoki shaxsiy munosabatlarda ham biz proyeksiyalarni yechishimiz kerak. Faqat ayol kishi eriga bunaqa nazar bilan qaraydi demayman. Ba'zan erkaklar ham o'zini ayoliga onasidek qaraydi. Ba'zida erkaklar ota sifatida yondashadi. Hattoki ba'zilar qidiradi o'ziga shunaqa ayol bo'lishini. Siz ishonasizmi? Mana bir xil munosabatlarda erkak ayoliga постоянно pretenziya qilganida, bu pretenziya на самом деле xotiniga emas, onasiga bo'lgan munosabat. Albatta. Va bilasizmi, onasidan, xotinidan o'tib, qiz farzandiga ham bu e'tirozlari o'tib ketgan keyslarim bor. Ya'ni faqat ayoliga emas, o'sha qiz bola farzandlariga ham. Получается, qiz bolani zotiga-da. O'sha chunki uni psixikasi birinchi ayol ona, ya'ni ona tarafdan man tan olinmaganman. Tan olinmagan qanaqa? Endi balki ona sifatida u yaxshi munosabat qilgandir. Lekin emotsional qanaqadir yaqinlik bo'lmagan, farzandini eshitmagandir, solishtirgandir, kamsitgandir. Faqat yutuqlari uchun maqtagandir. Va o'shanda unda ichki alam hissi ko'tariladi. Va boshqa ayollarda ham xuddi shunaqa ayollar ko'rishi mumkin. Ya'ni bu albatta inson o'zini anglamaganida. Ya'ni o'zini ustida ishlamaganda, o'zini ichki holatini tafakkur qilmaganida. Da, еще bilasizmi nima men eshitganman, bilmayman siz qo'shilasizmi yo'qmi? Masalan, erkak kishi nimaga abuzer и agressivniy bo'lar ekan? Chunki u o'zidan nerealizovanniy bo'lsa, masalan, o'sha energiyani ishga emas, biznesga emas, o'sha oilasiga kelib, o'sha yerda agressiyalarni chiqaradi. Masalan, mana shu energiyani olib, o'zini shaxsiy biznesga, rivojlanishga, ishga o'sha yerga направление qilganida, masalan, oilada ham unaqa janjallar bo'lmas edi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ehtimoli bor. Endi hammani holati har xil. Albatta to'g'ri, insonga Alloh tarafdan har kuni ma'lum bir potensial, ma'lum bir o'sha potensialni rivojlantirish uchun energiya beriladi. Hammaga har xil o'sha beriladi demoqchiman, kimdadir ko'p va o'zini ustida ishlamagan, o'zini rivojlantirmagan inson plyusga emas, minusga qarab ketishi bu tabiiy hol. Chunki hattoki ilmda ham siz hayotingizda bilgan lekin ishlatmagan ilmingiz sizga nisbatan zararga ketadi. Ya'ni sizni vayron ham qilishi mumkin. O'shanga hamma narsada me'yor bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. Sizni shaxsiy iztiroblaringiz psixolog sifatida faoliyatingizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Har birimiz tirik insonmiz, go'zal.
va bu degani psixolog sizda o'zingizni qanaqadir shaxsiy muammolaringiz yo'q degani emas. Ular bo'lishi, ular ko'tarilishi ehtimoli bor. Chunki biz bu dunyoda yashapmizki, biz ma'lum bir ritmda, ma'lum bir anaqada yuramiz. Ma'lum bir sinovlarga tushishimiz mumkin. Va shu jarayonda har birimizda sublichностьlarimiz bor. Ya'ni uyda man ayol, farzandlarimga man ona, ishxonamda man ustoz, pedagog, shaxsiy kabinetimga kirganimda man ruhshunos, psixolog. Va shu jarayonlarda ichki og'rig'imni o'sha joyda, o'sha kabinetga olib kirmaslikka harakat qilaman. Ba'zan bo'ladi shunaqa keyslarki, sizni og'rib turgan joyingiz bilan klientingiz keladi. Bunaqa joylar bilan ishlash qiyin. Asosiy boshida shunaqa bo'ladi. Ha, o'shanga terapiyadan o'tish kerak-da. Chunki tortib ketishi mumkin-da insonni. Sizda ham shu holat bor. Vovlichonность bo'ladi. Klient bilan birgalikda hattoki men ba'zan eshitganman, endi o'z ko'zim bilan ko'rmaganman. Bir xil holat bilan duch kelganda ajrash deb. Ya'ni vaziyatni o'zgartirish uchun keldi ayol. Psixolog yo'q, ajrash bo'lmaydi bunaqa erkak deb gapirgan holatlarni ham eshitganman. Ya'ni shaxsiy proyeksiya yoqiladi. O'sha shaxsiy proyeksiyani yoqmaslikka harakat qilish kerak. Agar mabodo sezvosizmi, sizni ichki his-tuyg'ularingiz kuchliroq kelayotganini, Superviziyaga borish kerak sirasida. Superviziyaga yoki ochiq-oydin aytsangiz ham bo'ladi. Bilasizmi, sizni hozir ko'tarilgan masalangiz meni ham hayotimda bor va men ham o'zim hal qila olmadim shu masalani. Menga og'ir. Ya'ni sizga kelgan mijoz ham inson, u sizni tushunadi. Siz qanchalik u bilan ochiqroq bo'lsangiz, uni shunchalik sizga ishonchi kuchliroq bo'ladi. Mana siz psixolog, psixoterapevt. Bitta savol hozir tug'ildi. Juda meni anaqa qiladi. Bezovta qiladi. Masalan, ko'pchilik aytadi hozirgi zamonda bu psixologga borma, bu o'zi ajrashgan deylik. O'zini hayoti yo'q. Nima senga tavsiya bera oladi? Siz bu tomonga nima munosabatingiz qanaqa? Ajrashganmi yoki o'zida bolasi yo'q yoki o'zi bilan nimadir, masalan, hammada kamchilik bor. Har bitta insonda. Odamlar tashqi оболочкадан уже baho beryapti. Masalan, unga borma, u yaxshi yashasa, значит faqat o'sha psixologga borish kerak. Siz nima deb o'ylaysiz shu vaziyatga? Men o'ylayman, har bir insonni o'zini ichki tajribasi bor va balki aksinchadir. Chunki men nimagadir, bilasizmi, inson o'zida yo'q narsaga kuchli mutaxassis bo'ladi-da. Misol uchun, haqiqatan men ko'p eshitganman, o'sha oilasi yo'q ayollardan zo'r oilani anaqasini tuzib beradigan, hattoki o'sha elementar masalada Dale Carnegie qanaqa insonlar bilan do'stlashish haqida yozgan juda ham ko'p kitoblari bor. Montessori deng. Ha, misol uchun ularda shu holat minus bo'lgani uchun plus qilish uchun maksimal darajada shu yo'lni izlagan insonlar. Da. O'shanga men o'ylamayman, что bularning hayotida bu narsa yo'q demak ular yomon degani emas. Albatta har bitta insonni Alloh tarafdan berilgan taqdiri bor va uni taqdiri shunaqa bo'lsa, lekin u zo'r mutaxassis bo'lsa, nimaga yo'q? Men bunaqa o'ylayman. Endi men oldin tushunmasdim nimaga odamlar shunaqa deydi. Keyin tushundim, что bu qo'rquv bo'ladi odamlarda. Lekin asl odamlar tushunsa, что deylik 10 yil yashagan ayol eri bilan, например-da, xiyonatni ko'rmagan, yo'qotishlarni ko'rmagan, ajrashlarni ko'rmagan, faqat chiroyli kartinkada, yaxshi hayotda yashagan, qiyinchiliklarni ko'rmagan ayol sizga qanaqa, bu tajribadan o'tmagan ayol nima sizga tavsiya bera oladi? U faqat поглаживающий terapiya bo'ladi.
Go'zal bunaqasi bormikan? Bilmasam, endi ko'pchilik aytadi, что bu oilali, значит, o'tga borishi mumkin. Просто men o'ylayman, что odam qachonki o'zi yig'lagan bo'lsa, yo'qotgan bo'lsa, o'sha xiyonatni o'zi his qilgan bo'lsa-da, например, ajrashgan bo'lsa, o'sha etaplardan o'tgan bo'lsa, men aytmayman, что hamma hozir ajrashsin. Men просто aytaman, что bu hissiyotlarni o'zidan o'tkazgan bo'lgan bo'lsa, u sizni yanayam yaxshiroq tushunadi. Men shunaqa deb o'ylayman. Который chiroyli kartinkada yashagan yoki bilmayman, balkim действительно hayoti zo'r bo'lgandir yoki nimadir bo'lgan, u sizga hech narsani, как сказать, qilmagan odam sizga nimani bera oladi-da? Bera oladi, nimaga yo'q. U balki o'sha ayol hayotida ko'rgan ne'matlari haqida gapirganda ikkinchi insonni anaqasi yoqilishi mumkin. Men e'tibor bermagan ekanman-ku bu tarafga deb. Men bilasizmi nima deb o'ylayman, Go'zal? Har bittamiz bekordan bekorga ma'lum bir gapni, ma'lum bir so'zni aytmaymiz. Misol uchun siz hozir mana shu yerda o'tirishingiz, shu podkastni olib borishingiz Alloh xohlabdi. Alloh xohlabdi siz ma'lum bir savollar berishingizni. Siz orqali kelgan. Ya'ni siz bilmaysiz, Alloh kim orqali sizga bu informatsiyani yetkazadi. Qaysi ayol orqali, ajrashgan ayolmi, ajrashmagan ayolmi? Я просто имею в виду, что не надо судить по обложке. Вот это имею в виду. Men ham shuni aytibman. Ya'ni biz bilmaymiz. Ba'zan biz kutmagan so'zlar umuman biz kutmagan odamlardan keladi. Lekin aynan shu so'zlar bizning hayotimizga juda ham katta burilish yasashi mumkin. Biz bilmaymiz kim qaysi insondan biz dars ko'ramiz. To'g'ri. Va bu o'zimizni qabul qilishimizga va eshitishimizga ham bog'liq. Chunki odatda bizga eng zo'r spesialist kelsin, eng zo'r coach kelsin deylik. Lekin biz eshitmaymiz. Mana hozir zo'r shu coach deganingizga, siz coach, psixologlarga qanaqa munosabat? Yaxshi munosabatda. Yaxshi qaraysiz. Men har bitta o'zini sohasini bilgan yaxshi mutaxassisga yaxshi munosabatga. И mana shu yerda разница ozgina beraylik. Psixolog и coach. Nima farqi? Psixolog hozir psixolog coachlar ko'paygan, ya'ni psixologik soprovождение qiladigan odamlar ko'paygan. Oldin coachingda biz o'ylardikki, faqat ma'lum bir maqsad qo'yamiz va o'sha maqsadga yetmagunimizcha coaching soprovождениесini olib boramiz deb. Misol uchun Go'zal o'ziga katta biznes ochish kerak va o'sha biznes tuzayotgan jarayonida, uni amalga oshadigan jarayonda menga qo'llab-quvvatlash kerak. Coach inson orqali deb oldin coachlarga shunaqa qarashgan. Lekin hozir psixologik coachlar, ya'ni insonni ruhiyatida ma'lum bir jarayonlar bor, ma'lum bir holatlar bor. O'sha holatlarda birga o'tadigan insonlar, psixologik coachlar ham bor. Ya'ni men o'zim aynan bundan foydalanganman. O'zim ma'lum bir o'tish davrida men ustozim men bilan psixologik coachingda olib borganlar. O'zim mustaqil oyoqqa turgunimga qadar meni yonimda bo'lib, ma'lum bir joylarda yo'l yo'riq ko'rsatib, ma'lum bir joylarda boshqa tarafga qarab ketayotganimda, to'xta, bu tarafga qayt, noto'g'ri ketyapsan deb aytib turgan o'zimni coach ustozim bo'lgan va borlar aytib o'tganimda o'sha Dilfuza Mamatjonovna. Она именно коуч, да? Да, она life coach. Жизненный коуч. Дай Бог, mani orzuyim biznes коуч bo'lish. O'zi biznesmen bo'lmoqchiman. Но мне очень нравится вот бизнес-коучинг, когда я буду учить стратегиям, это мне так нравится это. Я тебе после подкаста расскажу об этой истории. Хорошо.
odamlar o'z ichidagi bo'shliqni ko'pincha tashqi narsalar bilan to'ldirishga urinadi. Nega bu ishlamaydi? Zo'r savol. Haqiqatdan man ko'p eshitaman-da. Menga shuncha pul kerak. Menga shuncha pul kerak. Keyin savol beraman, nima uchun kerak? O'zimga kiyim olaman, o'zimga zo'r mashina olaman, anaqa. Xo'p deyman, o'zingga zo'r kiyim olasan, mashina olasan, nima bo'ladi keyin? Odamlar menga boshqacha qaraydi. Они будут признавать меня. Lekin ishoning go'zal, zo'r mashina oladi. Million puli bo'ladi. Eng zo'r butiklardan kiyinadi. Lekin baribir o'sha bo'shligicha qoladi. Chunki aynan o'sha jarayon bilan, aynan o'sha holat bilan ishlanmagan. Ya'ni o'sha og'riq hali ham turibdi. Uni qancha qavat yopganingizni foydasi yo'q. O'sha og'riq dodini aytib turadi. Yaxshisi u sizni fiziologiyangizga ko'chishdan oldin siz o'sha og'riq bilan ishlaganingiz yaxshi. Bu imенно mani temam bo'lgan. Man doim anaqaga ketardim srazu. Bo'shliqni shopping, shopagolik bo'lardim man. Kerak emas narsalarni olardim. O'sha bo'shliqni man o'ylardim to'ldiraman. Lekin tushundim oxirida что bo'lmas ekanmi? Yo'q. Путешествияларga ko'p chiqaman. Men o'ylayman, hozir tushunaman, что bu избегание. Ну, конечно, bu qiziqarli, o'zimga yoqadi. Но tegi aslida bu избегание. Men o'ylardimki, hozir o'sha yerda zo'r men o'zimni как сказать, чувствовать, как будет? O'zimni his qilaman zo'r. Bu yerda men qiynalyapman, u yerda men zo'r yashayman deb. Bir hafta o'zi bir hafta nima bo'ladi? Keyin mana psixologiyadan keyin men o'zgarish boshladim. Tushundim, что счастье любой joyda bo'ladi. Счастье это не зависит от там ты в Египте, в Турции или где. Да, счастье это состояние, да. Men shuni tushundim, что oddiy guma yeb даже, oddiy kiyinib, просто oddiy joyda, даже просто o'zingiz postelda yotib, shunaqa счастливый bo'lishingiz mumkin. Men shuni psixologiyadan keyin angladim. To'g'ri. Ya'ni atrofingizdagi ne'matlarni ko'ra olishni boshlaysiz. Да. Ama shu который говорят же там buni olaman, uni olaman, достигаторство bilan это тоже, это же вечно я недостаточно, я не до этот, и постоянно bu тоже yopilmaydi hech qachon. To'g'ri. Bu ishtaha anaqa da. Nafs o'svoradi. Da. Nafs sizni boshqaryaptimi yoki siz nafsni boshqaryapsizmi? Shu muhim. Siz og'rig'ingiz bilan ishlab bo'lganingizdan keyin siz bilasizki, nafsiz o'sha og'riqdan kelib chiqqan holda o'sha joyiga bosmoqchi bo'ladi. Ya'ni yana qilib anglaganingizdan keyin uni kontrol qilishingiz, u bilan hukmronlik qilishingiz oson bo'ladi. Anglamagunizcha u sizdan ustun bo'ladi. Sizga nima deb o'ylaysiz? Bolani o'zingiz tarbiya qilishingiz kerakmi yoki bog'chaga berish kerakmi, sotsiumga tashlash kerakmi maktabdan oldin? Men albatta bola bog'chada tarbiyalanishiga sababi men o'zim juda ham baxtli bog'chaga chiqqanman va o'ylaymanki shu sabab juda ham tez muloqotga kirishib ketaman. Endi hammani tabiati har xil, albatta hamma har xil. Lekin insonni uyda bitta sharoitda ushlab turgandan ko'ra, ma'lum bir insonlar bilan muloqotda ushlab turgandan ko'ra, u boshqa bir insonlar bilan, o'zi tengi bolalar bilan o'ynagani, rivojlangani yaxshiroq deb o'ylayman. Qo'shilaman. И по традиции тоже ваш вопрос следующий гости. Siz asl meningizni topganmisiz? Va qanaqa ekan u haqida aytib bering. Bo'ldi, yozamiz. Tak, endi Shirin Baxtiyorni men bilaman, что siz she'r yozasiz.
juda ijodkor deyiladimi shunaqa odamlarni? Ha, ijodkor insonman. Da, ijodkor inson. Iltimos bo'ladi, bitta she'r o'qib berasizmi bizga? O'zingiz she'r yozasiz, o'zingiz o'qiysiz, juda chiroyli ovozingiz ham, masalan, hamma eshitganida uxlagingiz keladi. Поэтому bitta bizga o'qib bering. Men o'ylaymanki, odamlar eshitganida xotirjamlikni his qiladi. Да, он успокаивает. Chunki inson, bilasizmi go'zal, inson o'zini holatini ovozi orqali ham boshqa insonga ko'rsata oladi. Ya'ni meni ichimda xotirjamlik emas, ichimda iztirob bo'lsa, meni iztirob holatim siz 100% his qilmasangiz ham 20% darajada sizda bu narsa bo'ladi. Ya'ni sizga ham ta'sirini o'tkazadi. Aytadi-ku, atrofingda kim bor, atrofingdagilarga e'tibor ber, ularning holati qanaqa? Chunki biz faqat fiziologik emas, biz energetik ham mavjudotlarmiz. Ya'ni energiya bir-biriga o'tadi. Va o'ylaymanki, ko'pchilik inson shu narsani his qilsa kerak. Спокойствие. И только спокойствие deng. Shirin Baxtiyorovna, пожалуйста, bitta she'r sizdan. Qochib ketgim keldi o'zimdan uzoq. Lekin anglay boshladim bu asli o'zimga qo'yilgan bir tuzoq. Qutulmoqni istab qochganing sari bu masala seni tinch qo'ymas uzoq. Chuqurda ildizi har masalaning vaqtinchadir hammasi. Unga yetmaguningcha o't ham qaytib chiqar. Ildizi bilan olmaguningcha hayot masalalaring ham qaytarilib borar. Yechmaguningcha yorug'lik bordir. Unga ishonaman begumon. Boraman oxirgacha men uchun bo'lmas u armon. O'zimni o'rganib, asli bu juda ham oson. Yechimini topib qo'yaman. Bunga sen ishon. Вау, классно. Rahmat. Спасибо вам. И по традиции, опять же, мотивационная речь от вас, что бы вы могли бы порекомендовать, не буду говорить советовать, порекомендовать нашим зрителям, в основном женщинам, кто, может быть, еще себя не нашел, либо как избавиться от маски, без разницы. Что бы вы нам порекомендовали? Я бы порекомендовала обращать внимание не на... Вот если у нас даже вот со стороны какой-то балаган, шумга, обращайте внимание на свое внутреннее состояние. Это очень важно. Задавайте себе вопросы, что вы чувствуете при этом. Находите себя оттуда, не закапывайте себя глубоко внутри. Потому что каждая ситуация, в которой вы находитесь, Аллах вам не просто так ее показывает. Где-то Аллах хочет показать, что вы, возможно, где-то себя предали, где-то от себя отказались. И чтобы в этот раз вы так не поступили с собой. В этот раз, чтобы вы вытащили себя оттуда. Конечно, у каждого человека разные ситуации, у каждого человека разные жизненные обстоятельства. Но я не думаю, что Бог что-то показывает нам для плохого, потому что Он знает, что для нас хорошо, и слушаться, слышать это, слышать себя, а через себя слышать Бога. Я это желаю каждой. Аминь. Спасибо. И обращать внимание на свое внутреннее состояние. И вытаскивать себя. Есть, кстати, одна такая техника. Я бы хотела с ней поделиться. Разделите листок на 3 колонки. И в первой колонке укажите, где вы вот в самом своем таком разрушительном состоянии. Например, эмоции имеется в виду? Состояние, чувство, да. Какая была Гозаль? Вот в самом своем разрушительном моменте в жизни. Что она чувствовала, что она проживала. Пишите в первую колонку. Вторая колонка. Гозаль. Сейчас. Какая она по сравнению с той Гозаль?
она более осознанная, она более себя как бы может контролировать, да, обращает внимание на свои внутренние состояния, не идет в избегание, да, она уже слушает себя. И третья колонка. Какая будет Гозаль в будущем? И вот это выписывайте, представляете, давайте силу этому состоянию, да, развивайте будущую Гозаль. И, во-первых, вашему мозгу будет уже не страшно идти в это будущее состояние. И это установка для него, да. И это первое. Второе. Вы себя сравниваете с самой собой. Вы себя не сравниваете там с какой-то с другой, да, девушкой или там с другими людьми, там с Инстаграма. Вы себя сравниваете с собой прежней и себе ставите цель на будущее. И это значит, что вы уже не будете разрушаться, вы будете расти. Когда человек сам себя сравнивает с собой, он растет. Когда он себя сравнивает с другим, он разрушается. Вот это очень классное упражнение. Я бы хотела поделиться с этим, наверное, упражнением. Спасибо большое. Спасибо. Да. Вам спасибо. Немножко у нас подкаст получился и на русском, и на узбекском, но я думаю, это будет во благо. Да. Постепенно, дай Бог, я научусь узбекскому. Иншаллах. Да, дай Бог. Гозаль, вам спасибо. Спасибо за такое приятное пространство, приятный разговор. Вы умница. Спасибо Я вам. очень люблю вас. Спасибо, взаимно. И каждая ваша победа у меня внутри такая. Сделала это, молодец. Спасибо вам. Спасибо, что вы пришли, за ваше время. Это в первую очередь. Я очень рада вас сегодня видеть. И дай Бог, чтобы у нас было побольше таких подкастов. Обязательно. Дай Бог, чтобы они были полезны людям во благо. Agar sizlarga bugungi podkastimiz yoqqan bo'lsa, обязательно лайк va komment qo'yinglar va mani kanalimga obuna bo'ling. Sizlarga katta rahmat e'tiboringiz uchun. С любовью, Гузаль.